Oh, do'stlar, qadrdonlar, bugun mana 15 kilometr yurdik, прогулка qildik Fransiya bo'ylab. Oxirgi adresimiz endi Eyfelga piyoda chiqib ketyapmiz, peshkom. Eng qizig'i oyoqlar kuch qolmagan. Shu holatda ham piyoda chiqib ketyapmiz. Какой сколько ступеньки сказали там? 700 с лишним вроде. 700 с лишним. Все, я пике этот. Потерпим. Пауза. Вот так. Очередь ko'p ekan, nimada lift 36 yevro ekan. Hop. Peshkom 14,5 yevroga tiketni olib chiqib ketyapmiz. Ertaga bilmayman qanaqa qilib turib, qanaqa qilib yuramiz. Ну как ножки? Нормально. Ножки нормально. Hozir Fransiyani tepadan ko'rsatamiz. А тут нету типа лавочки там? Дивана. Лавочки есть каждый ступеньки, вот 4 маленькие лавочки. Hamma joy odam. Eng qizig'i 49 kishi 4 yil mobaynida qurgan buni. U paytda Что там ощущение, скажи, что? U paytlarda kran bo'lmagan. Qo'l mehnati. Qoyil qolish kerak. 370 metr. Kraskasini o'zi 5 tonna. 5 tonna deyman. Har 5 yilda 60 tonna kraska ishlatiladi, bo'yagani, polni bo'yab chiqqani. Qoyil qolish kerak. Qoyil.